Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar va shahrimiz mehmonlari. Joriy yilning 20 may kunidan boshlab yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunga start berildi. Bu tadbirlar quyidagi yo'nalishlarni qamrab olishi rejalashtirildi. Birinchidan, bozor va yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yonish, portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlar, shuningdek odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta'minlash. Ikkinchidan, yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriylar hamda boshqa dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish. Uchinchidan, uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini ta'minlash. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish orqali ushbu muhim tadbirda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Zero yong'in tasodif emas. Bundan tashqari, cho'milish mavsumi davomida xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Taqiqlangan joylarga cho'milish o'zingizni, o'z yaqinlaringiz va ayniqsa yosh farzandlaringizni hayoti va sog'lig'iga ziyon yetkazishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, berilgan tavsiyalar va qonun bilan belgilangan talablarga qat'iy rioya etishingizni so'rab qolamiz.